Telegramda yana savol keldi. 10 kilovatli invertorga 5 kilovatli akkumulyator ulasa bo'ladimi? Ulasa bo'ladi, lekin shartlari bor. Xo'p, shartlari bu 10 kilovat beradigan bo'lsa, bu 5 kilovat beradi. Lekin akkumulyatordan 50% tok yetishga ruxsat bor. Undan uyog'iga bunga nagruska bo'lib qoladi. Bu degani 5 kilovatdan 2,5 kilovat maksimalniy tok olishingiz mumkin degani. Bir paytda o'zida akkumulyatordan tortadigan tokingiz. Yechimi bor. Kuchli tok tortadigan texnikalaringizni invertorga kirish qismiga bypass rejimidagi qismiga o'tkazib qo'ysanglar. Demak, nima qilasizlar? Misol, uyga ulanadigan narsalarni как положено ulaysizlar-da, misol, kir mashinaga, mini pechga, konditsionerni xohishga qarab. Men misol konditsionerni alohida qilmaganman, mini pech bilan kir mashinani alohida qilib qo'yganman. U davlat tokidan bypass rejimda ketaveradi bu yoqdan. Gibriddan qolgan narsalarimni hammasini ulaganman. Elektromobilim yo'q, elektromobil bo'lsa, u ham davlat tokidan ulanadi. Davlat toki bor paytida kirib bo'ladi, davlat toki bor paytida mini pechdan foydalansa bo'ladi. Lekin bu narsalarga o'zi akkumulyator isrof qilish o'zi maqsadga to'g'ri kelmaydi. Shunda nima qilasizlar? Mini pech bilan kir mashinaga alohida sim tortib yuborasizlar yoki-da yana bitta akkumulyator qo'shib yuborasizlar. Menda misol 5 kilovatligim yetadi. Bir sutkaga yetganning hisobiga 5 kilovat qo'yganman, 10 kilovat qo'ymadim. Xo'p, shunda kir mashina bilan mini pechim o'zi почти yonma-yon bitta qator devorda turganning hisobiga bitta alohida unitr bilan sim tortib yuborganman. Ular davlat tokidan ishlayveradi. Shunda davlat toki o'chganda kir mashinam ham ishlamaydi, mini pechim ham ishlamaydi. Bu paytda men nima qilaman? Agar zarar bo'lib qolsa, pudretimdan chiqaraman deb yonida rozetka bor, shunga tiqib qo'yaman, bo'lib ishlayveradi. Shunda invertor chiqishiga ulanadi. Agar quyosh shu paytda ko'p beradigan bo'lsa, 6 kilovat, 7 kilovat beradigan bo'lsa, xohlagan narsalarni ishlatsanglar bo'ladi. Menda konditsionerim bitta, shuni hisobiga konditsioner turaveradi, chunki klimat kontrolim ham shunga ulab qo'yilgan. O'chib yonib 5 minut ishlaganning hisobiga konditsioner marzimagan tok yeydi. O'zini potrебленияsiga 1.6 dan oshmaydi. Uyga shu paytda bir 500 watt yetganda ham 2 kilovat atrofida olaman, 2,5 dan chiqib ketmayman. Sizlarda lekin konditsioner ketishda yoki undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, konditsionerlarni ham davlat tokiga o'tkazib qo'yasizlar. Bu ishni qilganinglar yaxshi, sababi svet ketganini sezmay qolsanglar, akkumulyator oxirigacha o'tkazib qo'ymaydi. Bir mashina boshqalar qota kuchlanishli narsalarni ishlatmaydi, avtomatik o'chadi. Savollar bo'lsa beraveringlar, savollarga javob berishga harakat qilamiz. Savol bo'linglar, Telegramda yozsanglar yoki kommentariy yozsanglar, обязательно o'qiyman. Hamma savollariga javob berishga harakat qilaman.